Bu loyiha Sanoat qurilishi banki hamkorligida asosida shakllantirilgan Yangiqo'rg'on tumani Sutli Buloq mahalla fuqarolar yig'inida 299-sonli kontur asosida shakllantirilgan yer maydonidamiz. Va hozirgi kunda umumiy yer maydon 10 gektar tashkil qiladi va hozirda bu yerda kartoshka ekilgan. Bu yerga ekilgan mahsulotlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda hamda belgilangan muddat oralig'ida sug'orilib, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida shakllantirilgan ushbu loyihaga 10 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan va har bir dehqon uchun o'rtacha 1 gektardan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish maqsadida lider tadbirkor sifatida Sutli Buloq hamkor trade kooperativi tashkil etilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 30 tonna umumiy hisobda jami 300 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda yana 10 gektar ekin maydonini kengaytirish niyatidamiz. Maqsad nafaqat o'zimiz, balki butun jamiyat uchun foydali bo'ladi.